Hello everybody, hammaga salom. Bugun biz to be va ish harakatli fe'llarni o'rganib chiqamiz. Ular nima uchun kerak bizga va nima uchun ular birga kelmaydi gohida. Mana shular haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi bo'lib to be nimaligini tushunib olishimiz kerak. To be o'zi bor bo'lmoq degani. To be ni 3 ta formasi bor. Agarda siz o'qituvchingiz to be ni qo'ying desa, bu to be ni shapillatib qo'yish emas. Uni am, is, are formasini bilib to'g'ri olmoshga ishlatishimiz degani. Masalan, I ga am ni qo'yamiz, he she it ga is qo'yamiz, we you they ga esa are ni qo'yamiz. Juda ham oson. Masalan, siz aytsangizki I am a student, men studentman. Ha, to'g'ri qildingiz. I ga am ni qo'ydingiz. Hech qachon I ga is ni qo'ya olmaysiz. Yana bilishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, to be ni biz gohida ishlatamiz, gohida yo'q. Qachon ishlatamiz? Qaranglar, osongina qilib tushuntirganda, agarda ish harakat bo'lmasa gapda, siz bemalol to be qo'yishingiz mumkin. Nimaga? Mana qaranglar, mana bu misollarga. I am a student, men studentman. Qaranglar, ish harakat yo'q. Men nima qilaman? Yo'q. Siz bemalol men studentman deb qo'ydingiz. I am a student yoki he is at home, u uyda. U uyda, u qayerda degan savolga javob bo'ldi. Lekin u nima qilmoqda? Yo'q, ish harakat yo'q. Demak, biz he is a student dedik. Yoki bo'lmasam he is at home dedik. Yoki bo'lmasam we are happy. Biz baxtlimiz. Biz qanaqamiz? Bu sizni holatingiz, ichki holatingizni bildirmoqchisiz. Ish harakat yo'q. Demak, to be dan foydalanamiz. Mana shunaqangi gaplar borlar. Demak, to be demak bizda 3 ta am, is, are va ularni qo'llanilishi gapda ish harakat bo'lmaydigan bo'lsa, to be ni qo'yamiz. Mana osongina tushuntirish sizlarga. Endi agarda siz ish harakatli gaplarni ko'rsangiz, masalan, I play football, men futbol o'ynayman. Siz I am play football deya olmaysiz. Nimaga? Play ish harakat bor. Bizga ikkinchi to be ni keragi yo'q. Xuddi shapka bo'lsa, ikkinchi shapkani keragi yo'q-ku. Bitta shapka sizga yetadi-yu. Xuddi shunaqa. I play ish harakat bor. Demak, bizda bor fe'l gapimizda bizga ikkinchi to be fe'li umuman kerak emas. Endi kimdir aytsaki, I am at school, men maktabdaman. Bu yerda ish harakat yo'q. Nima qilyapman? Yo'q, bemalol to be ni qo'yavering. I am at school yoki she is at school. Lekin mana bu misollarda esa I like yoki bo'lmasam I play computer bo'ladigan bo'lsa, men kompyuter o'yinlarini o'ynamoqdaman degan ma'noda bu yerda nima bo'ldi? Play ish harakat bor, to be kerak emas. Yoki bo'lmasam I hate your flowers. Men sizni gullaringizni yoqtirmayman. Yoqtirmaslik bu ish harakat, to be qo'ymaymiz. Yoki bo'lmasam we help children yoki people. Biz bolalarga yoki odamlarga yordam beramiz. Yordam bermoq bu ish harakat, sizga to be umuman keragi yo'q. Ana endi to be demak, bunday jamlaydigan bo'lsak, bu bizni holatimizni, kasbimizni, yoshimizni, qanday his qilayotganimizni, qayerda turishimizni mana shularga kerak. Lekin hech qachon nima qilayotganligimizga kerak emas. Ish harakatga to be umuman ishlatilmaydi. Mana aytmoqdaki, I walk in the morning. Man ertalab sayr qilaman. Bu yerda walk ish harakati bor, to be qo'ymaymiz. Yoki bo'lmasam bu yerda esa he is a reader. U demak kitobxon. Bu yerda isni qo'ydik. Nimaga? Chunki ish harakati yo'q, u nima qilmoqda degan narsa yo'q. They are football players. Demak, ular futbolistlar. Lekin they play bo'lsa, ular o'ynaydi bo'lsa, endi to be qo'ymaymiz. Ana endi kimdir so'rashi mumkin. I am play bo'lsa-chi? I am play football. Yo'q, hech qachon. Play ish harakat bor, to be bizda kerak emas. Biz aytdik bu narsani, esda tutishimiz kerak. Ana endi kimdir aytishi mumkin. I am playing de ko'rganman. U nima u? I am playing bu present continuous, ya'ni hozirgi davom. Qilyapman, bajaryapman aynan hozir. Bu men bu I play doimiy, men doim o'ynaymanga tegishli emas. Bu umuman boshqa zamon. Buni boshqa darslarda xudo xolasa o'tamiz. I am tired ni eshitganman. I am tired bu men charchadim. Ish harakat bu. Nima qilaman, charchayman. Demayman to be qo'ymasligim kerak. Nimaga to be qo'yamiz? Kechirasiz, bu sizni o'zbekcha tarjimangizda
man qilaman yoki bo'lmasa man charchaganman deb tarjima qilmoqdasiz. Lekin aslida ularda esa bu holat charchagan holati. Demak, u to be qo'yadi. Yana ular I'm hungry deydi, ya'ni man qornim och deydi. Och bo'lsa, bu mani holatim, man hech qanaqa ish harakat qilganim yo'q. Bu mani ochligimni his qilib turgan holatim deydida, man to be qo'yaman deb qo'yadi yoki bo'lmasam I'm cold, man sovqotdim. Bu yerda ham ish harakat yo'q, bu holat. I'm interested in, man qiziqaman bir nimada. Bu yerda siz o'zbek tilida qiziqmoq ish harakat deb o'ylaysiz, lekin ular qiziqmoq bu holat deydi. Va xuddi shunaqangi misollarni keltirayotganimizda to be ni qachon qo'yamiz? Faqatgina ularni fikrini o'ylab, faqat ular nimadir edi, buni ular holat deb hisoblaydi deb keyin to be qo'yamizmi yo'qmi o'ylab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoki I'm tired deyishadi, man charchadim. Bu ham ish harakat emas, bu holat deydi ular. O'shaning uchun he is tired, she is tired deymiz. Masalan, agar gapda ish harakat bo'ladigan bo'lsa, to be umuman keragi yo'q. Ish harakat degani nima qilmoq savoliga javob bo'lsa, masalan, he plays, u o'ynamoqda, ish harakat bor, to be kerak emas. Yoki bo'lmasam he sings, u ashula aytmoqda, ish harakat bor, to be kerak emas. Ish harakat bo'lganda bizga to be ishlatilish kerak emas. Mana shunaqa gaplar. Ana endi bundanda qiziqarli ma'lumotlarni olish uchun albatta bizni kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bizga like bosing, chunki bu bizni yanada yaxshiroq kontent yaratishga rag'batlantiradi. Hozircha xayr va rahmat.